Indoneziyaning Sumatra orolida 6-may kuni yo'lovchi avtobusi va yonilg'i tashuvchi tanker ishtirokida yo'l transport hodisasi yuz berdi. Oqibatda 16 kishi halok bo'ldi, yana 4 kishi jarohatlandi. Bu haqida Tabiiy ofatlar agentligiga tayanib Al Arabiya xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, halokat Shimoliy Musi Ravas okrugida yuz bergan. Avtobusdagi 14 yo'lovchi va tankerda bo'lgan 2 kishi hayotdan ko'z yumgan. Mahalliy telekanallar va aholi voqea joyidan yonayotgan avtomobillar qoldiqlari tasvirlangan kadrlarni namoyish etishdi. Favqulodda vaziyatlar xizmatining bir rasmiysiga ko'ra 4 kishi shifoxonaga yotqizilgan. Ulardan 3 nafari og'ir darajadagi kuyish jarohatini olgan. Halokatga avtobus shinalaridan biri portlab ketgani sabab bo'lgani aytilmoqda. Oqibatda haydovchi boshqaruvni yo'qotgan va tanker bilan to'qnashgan. Bu esa har ikkala transport vositasini qamrab olgan ulkan yong'inni keltirib chiqargan. Tanker dizel yonilg'isini tashiyotgan bo'lgan.